Agar och qoringa protein aralashmasi ichilsa, tana bunga siz o'ylagandan ancha tez javob beradi. Oshqozonda ovqat bo'lmagani sababli protein hech qanday to'siqsiz tezda oshqozonga tushadi. Qattiq ovqatdan farqli ravishda suyuq protein butun oshqozon bo'ylab darhol tarqalib, uni bir xil qoplaydi. Bu paytda oshqozon deyarli uyg'onmagan holatda bo'ladi, ammo protein tushishi bilan u birdan faol hazm qilish jarayoniga o'tadi. Yuqori miqdordagi oqsil tanaga aniq signal beradi. Bu ozuqa asta-sekin va sifatli parchalanishi kerak. Protein aralashmasi suv yoki sharbatga qaraganda oshqozonda uzoqroq ushlanib turadi. Natijada oshqozon miyaga to'qlik signali yuboradi. Hatto ovqat yemagan bo'lsangiz ham o'zingizni to'ygandek his qilasiz. U shakarli ichimliklar kabi keskin energiya beradi. Tez pasayib ketmaydi. Aksincha, energiya asta va barqaror tarzda ajraladi. Tana olingan ozuqani yog' sifatida saqlashga emas, mushaklarni tiklash va mustahkamlashga yo'naltiriladi. Ochlik hissi uzoqroq vaqt bosilib turadi. Bu esa zararli gazaklardan osonroq voz kechishga yordam beradi. Shu sababli och qoringa ichilgan protein aralashmasi ko'pincha kutilganidan ham kuchliroq va samaraliroq ta'sir ko'rsatadi. Sahifamizga obuna bo'lib, videoni do'stingizga yuborib qo'ying.